Navbatdagi obyektimizni egalariga muvaffaqiyatli topshirib oldik. Xizmatimizdan mamnunmisiz? Xizmatinglardan har doimgidek mamnunmiz. Bu birinchi ishimiz emas. 2,5-3 ming kvadratli obyektlarni ham birga qilganmiz. Bir etaj bo'lishi kerak edi. Hozir hammasini tagi 100% podval как Mansarda ikkinchi etaj sifatida ko'rib turganinglardek chiqdi mana. Rahmat aytamiz jamoaga. Va'da qilingandek, ani oldingi videodan ham olib qo'ying o'shani sertifikat podarka qilgan joyingizni. Bu vachur orqali yana keyingi loyihalarimizda biz proyekt sizga sovg'a qilib beramiz. Loyiha bepul deganingizni. Mana o'sha gapga bolalar malades, men hozir hisob-kitob qilamiz deganda Anunisi shu bizani sovg'amiz edi deb eslatib qolishdi. Bir etajlikda bilasizlar, baribir ham podvolga xarajatlar bo'ladi. Почти podvollar yarim pulidan ko'proq xarajat ketadi. Shundan kelib chiqib biz podvol qo'shib yubordik va bolxona qilganimizdan keyin bu tarafi mana bu uyga o'xshab glukhoy qilib yopib qo'ymadik-da. Tomni ozgina o'stirib turib mansarda qo'ydik. Va bizda foydali ploshit karra-karrasiga ko'payib ketdi. Alloh o'ylagani biz o'ylaganimizdan ham yaxshi deydi. Yaxshi zo'r. Shunaqa mijozlarimizga yana boshqa loyihalarda birga ishlaydigan bo'lsa, loyihalarni sovg'a qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.